Shamollashni davolovchi top 3 ta tabiiy mahsulot haqida bugun gapiraman. Bu birinchi mahsulot sarimsoq piyoz hisoblanadi. Sarimsoq piyoz avvaldan qadimgi tabobatda tabiiy holatda o'zini juda ko'p kasalliklarga shifo hisoblanadi. Sarimsoq balg'am ko'chiruvchi va shamollashni, yallig'lanishni oluvchi mahsulot hisoblanadi. Serinda kompaniyasining mahsuloti juda ham tabiiy, faqatgina hech qanday narsalar qo'shilmasdan mana shunday sarimsoqni o'zi kapsula shaklida qilingan. Men hozir ko'rsataman. Yutishga ham oson hisoblanadi. Bu bemalol yutadi. Ichini ochib turib, kichkina bolaga ham bersa bo'ladi, lekin biroz achchiqlik tarafi bor, shu tomoni bor, lekin har xil achchiq dorilardan ko'ra ikkinchi mahsulot bu piyoz. Bu ham Serinda kompaniyasi mahsuloti. Buni tabiiy piyozni o'zidan qilingan. Qizil piyoz, oq piyoz ham, qizil piyoz ham shamollashga juda kuchli. Ayniqsa qizil piyoz ko'proq yallig'lanish va shamollashni oldini oladi. Bu ham xuddi shunaqa kapsula ko'rinishida, berishga oson, ichishga oson, bemalol hech qanaqa yosh tanlamaydi bu kapsulalar. Bolalarimga doim berishda ishlataman. Va uchinchi mahsulot mana bu imbirdan qilingan mahsulot. Bu tabiiy imbir va limon, asal qo'shib tayyorlanadi. Qanday tayyorlanishi qiziq bo'lsa, shamollashni kuchli davolovchi tabiiy mahsulot hisoblanadi. Kommentariyada retsept so'zini qoldiring. Keyingi videoda bu haqida